Nozima, ovqat qildingmi? Men ovqat qilolmayman deganman-ku sizga. Qo'ling singanmanmi, balo? 4 ta kartoshka bilan 2 ta tuxumni qovurib qo'ysang nima qiladi? Hozir Farhod kelsa nima yeydi? Biz ovqatlanib keldik. Qarang-a. Ota-onasini o'ylamasdan ovqatlanib kelishganni. Zo'rsizlar-ku, ha? Bo'ldi qil. Ikkaloving ham. Farhodga ayting, restorandan dastavka qilsin. Xo'p bo'ladi. Kelin oldi nega menga baqirasiz? Arzimagan narsalar uchun janjal qilmagan. Shu arzimagan narsami? Uyda kelin bor, ovqat yo'q. Sizlarni o'yladim, qorningiz och qolgan bo'lsa deb. Bo'pti. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Har doim gapirsam qochib ketasiz.